Soch to'kilishini oldini olish maqsadida davo sifatida PRP plazma terapiya muolajasini qilinish jarayoni. Maqsadimiz soch to'kilishini oldini olish va soch ildizlari saqlanib qolgan piyozchalarni tiklash va oziqlantirish. Bunda biz bemor vena qon tomiridan ma'lum miqdorda qon olinib, uni plazma, ya'ni oqsil qismini ajratib olamiz va shu oqsil qismiga kerakli mikroelementlardan iborat preparatlarni qo'shamiz. Nimagaki, odam oqsillaridagi albumin va globulinlarning maqsadi transport vazifasidir. Ya'ni kerakli biz unga qo'shgan mikroelementlarga boy vitaminlarni hujayraga yetkazib beradi va soch ildizlarini oziqlantiradi. Shu sabab sochlar qalin va mustahkam bo'lib o'sadi. Albatta bu soch to'kilishi muammolarini oldin sabablarini aniqlaymiz va sizga yordam beramiz.